Pinduoduo platformasiga kiramiz. U yerdan belgilangan joyga kiramiz va mana bu yerdagi havorang yozuv ustiga bosib registratsiyadan o'tamiz. Telefon raqamimizni O'zbekiston kodi bilan terib yozamiz. Telefon raqamimizga kelgan SMSni ham kiritamiz va biz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Keyin esa Telegram botga o'tib, manzilimizni nusxalab olamiz va Pinduoduo platformasiga qo'yamiz. Keyin esa xuddi ko'rsatilgandek birinchiga ham nusxalab olgan manzilimizni qo'yamiz va ko'rsatilganidek u yerdan qolgan keraksizlarni olib tashlab, faqat ID raqamini qoldiramiz. Ko'rib turganingizdek, biz ro'yxatdan o'tdik. Ana endi esa o'zimizga kerakli bo'lgan tovarlardan birini tanlaymiz. U yerda ham ko'ramiz, magazinning reytingiga qaraymiz. Bu yerda 4,5 yulduz ekan va bu bizga to'g'ri keladi. Odamlar yozgan kommentlarga ham qaraymiz va keyin u yerdan o'zimizga kerakli mos bo'lgan tovarni tanlab, hajmini va necha pulligini ham tanlab, mana shu ko'rsatilgan sabzrang yozuvni ustiga bosamiz. Keyin esa to'lov turiga keladi. To'lov turi bizda viza orqali bo'lgani uchun vizani tanlaymiz. Sizda Alipay yoki boshqa to'lov turlari bo'lsa, siz ularni tanlaysiz. Vizani tanladim va u yerga Visa karta raqamimni kiritaman. Kiritganimdan so'ng menga uning CV kodini kiritishim kerak bo'ladi va u kodni kiritganimdan keyin o'zim mustaqil xohlagan kodimni qo'yaman va u kodni ham kiritgandan so'ng biz muvaffaqiyatli tovarni zakaz qildik.